taraqqiyot va tabiat asrlar girdobida to'lg'anib, mukammallik va mangulikni bo'rttirgan holda g'aroyib shamoilga ega bo'lib bormoqda. Mukammallikni biz insonlar o'z qo'limiz bilan yaratamiz. Mangulik esa tabiat tomonidan in'om etilgan. Oxir zamon haqidagi bashoratlar insoniyatning zardushtiylik, xristianlik va islom kabi muqaddas diniy kitoblarda uchraydi. Bizga 20-asr oxirida yashayotganlarga esa Orol fojiasi birinchi va eng jiddiy ogohlantirish bo'ldi. Ehtimol oxir zamon oqibatlariga aql zakovatni qarshi qo'yish, tabiatga yuksak idrok bilan e'tibor berish masalasi aynan o'zbek tuprog'ida yangrashi ham bejiz emas. Islom Karimov. O'zbekiston 21-asr bo'sag'asida. Ekologik xavfsizlik muammosi allaqachonlar milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylangan. Tabiat va inson o'zaro muayyan qonuniyatlar asosida munosabatda bo'ladi. Bu qonuniyatlarni buzish o'nglab bo'lmas ekologik falokatlarga olib keladi. Biroq bir avlodning ko'z o'ngida butun bir dengiz halok bo'lgan hol hali ro'y bermagan. Maintenant, c'est un honneur et un privilège pour moi de demander à son Excellence Monsieur Islam Karimov, président de la République d'Ouzbékistan, de s'adresser au Conseil exécutif. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Ijroiya kengashi raisi janoblari, bosh direktor janoblari, xonimlar va janoblar. Amudaryo va Sirdaryo o'rtasida joylashgan hamda Movarounnahr yoki Turkiston nomlari bilan mashhur vatanimiz asrlar mobaynida jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri hisoblangan. Biroq bugungi kunda Markaziy Osiyo ekologiya muammolari markazida turib qolgan. 60 milliondan ortiq kishi bu halokat oqibatlarini boshidan kechirmoqda. Men atrof muhit bilan strategik xavfsizlik muammolarining o'zaro bir-biriga ta'siriga yaqqol misol bo'lib turgan Orol fojiasini nazarda tutyapman. Bugungi kunda olamshumul ahamiyat kasb etayotgan Orol muammosi ekologiya masalalari bilangina cheklanib qolmasligiga ishonchim komil. Biz bu muammoni insoniyatning bir-birining dardiga sherik bo'lish va hamkorlik qilish qobiliyatini sinovdan o'tkazadigan ma'naviy muammo hamdir deb hisoblaymiz. Uning komil ishonch bilan bu ahvolga nisbatan loqayd va bepisand qarash aql bovar qilmas ekologik fojialarga olib kelishini qayta ta'kidlashi ham shundan.
aql bovar qilmas fojialar haqida oxir zamon bashorat qilingan kitoblarda rivoyatlar bor. Hikoyat qilishlaricha, dunyoni yaratgan Tangri o'z mo'jizalarini bir-bir nazardan o'tkazibdi. Va u nihoyat bizning jafokash tuprog'imizga tashrif buyuribdi. Tangri kimsasiz va butkul sahrolardan iborat bo'lib qolgan sayyorani ko'rib hayratlanibdi. U qachonlardir gullab yashnagan bu sayyoraga nima bo'lganini o'z farishtalaridan so'rabdi. Farishtalar Tangriga tayinli javob bera olmadilar. Aslida ular ham fojia oqibatlarini bilishmas ekan. Shunda Tangri, "Bu holda menga tog' va toshlar javob bersin" debdi. Shunda nogahon zamin titrab, yaratganning ko'z o'ngida shunday yozuv paydo bo'libdi: "Biz-ku shu yerda edik. Sen qayerda eding?" Mana 40 yilki halok bo'layotgan orolni o'z ko'zi bilan ko'rib, bazo'r jon saqlab turgan shu tuproq farzandlari butun insoniyatdan "Biz shu yerda jon berdik, sizlar qayerda edingizlar" deyishga haqlidirlar. Xo'sh, menga aytingchi, odamlar nima uchun cherkovlarga borishadi? Har kim har xil niyat bilan boradi. Ba'zilar shunchaki urf bo'lgani uchun qatnaydilar. Men odamlar u yerga o'z gunohlaridan o'tishni iltijo qilib boradilar deb hisoblayman. Meni kechir deyish uchunmi? Ha. O'zi bilib bilmay qilgan gunohlari uchun tavba tazarruh qilish uchun. Menimcha odamlar cherkovga shuning uchun boradilar. Mayli urf bo'lgani uchun bo'lsin, yo diniy bayramlarda cherkovda sham tutish uchun qatnashsin. Eng muhimi, ular Allohdan gunohlarini o'tishni so'rab iltijo qiladilar. Meni nazarimda ana shu eng muhimi. Ular bu yerda yuraklarini ochib tavba tazarruh qiladilar. Boshqa birovlar ularni ko'rishlari yo televizor ekranida namoyish qilishlari uchun emas, aynan tazarruh qilgani borishadi. Bu masala juda muhim. Sizga aytishim kerakki, ma'naviyat va poklanish masalalari davlat siyosatida ham aks etishi lozim. Orol fojiasini muz tog'ga qiyoslash mumkin. Uning eng ayanchli qirralari yaqin tariximizda bo'rtib ko'rinadi. Tabiatga qo'pol va takabburlarcha munosabatda bo'lishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz bu borada achchiq tajribaga egamiz. Bunday munosabatni tabiat kechirmaydi. Inson tabiatning xo'jayini degan soxta sotsialistik mafkuraviy da'vo, ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasida ko'plab odamlar, bir qancha xalqlar va millatlarning hayoti uchun fojiaga aylandi. Ularning qirilib ketish, genofondning yo'q bo'lib ketishi yoqasiga keltirib qo'ydi. Bir 1987-yil Yuriy Chernichenko shunday hikoya qildi. Menga Mo'ynoqdagi kemalar qabristonini ko'rsatishganida o'zimni jinoyat ustidan chiqib qolgandek his qilgandim. Bunday manzarani ko'rishdan ortiq dahshat yo'q edi. Keyinroq bu yerda 3-4 marta bo'ldim. Bir necha bor televideniya orqali Orol dengizining ayanchli ahvolini namoyish qilishdi. Bu masalada xotirjam bo'lish mutlaqo yaramaydi. Hech qisi yo'q, shunday bo'lishi kerak edi deyish ham noo'rin. Ba'zi mas'ul shaxslarning shovqin ko'tarmanglar, Orolning taqdiri allaqachon hal bo'lgan deb aytishlari ham meni hayratga soladi. Agar qo'lingizda xarita bo'lsa, belgilab qo'ying. Endi butun bir dengiz yo'q. Aniqrog'i butkul yo'q bo'lish arafasida.
Unda 1000 kubik kilometr suv bo'lardi. Hozir 400 kubik kilometr qoldi xolos. Amudaryoning ham Sirdaryoning ham quyiladigan maskani beiz yo'qoldi. Endi Orolni ikkiga bo'ling. Yarmiga qo'lingizdan kelgancha qumni tasvirlang va yozib qo'ying. Orol 70-80-yillarda SSSR suv xo'jaligi va melioratsiya ministrligi tomonidan amalga oshirilgan. Нарисуйте, как сумеете, пески и напишите «Орал исполнено Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР в 70-80-е годы». 1997 yil Markaziy Osiyo davlati rahbarlarining Olmaotadagi uchrashuvi. Bu safar ham tarix Islom Karimov zimmasiga Orolni asrash xalqaro fondiga rahbarlik qilishdek ulkan mas'uliyat yukladi. Men Orolni asrash fondining prezidenti etib O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni saylashni taklif qilaman. Boshqa davlat rahbarlarida qanday takliflar bor? Rozimiz. Albatta, Jahon banki belgilab bergan ustuvor vazifalar juda muhim deb o'ylayman. Bu suv havzalaridan va platinalardan foydalanish haqida yagona qarorga kelishdi. Ikkinchi tamoyil mavjud suvni oqilona taqsimlashdir. Uchinchisi bu yer va suvni sho'rlanishiga qarshi kurashdir. Albatta, bularning hammasi Orol fojiasi bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarning oldini oladi. Ammo fikrimcha, bu masalalarni qisqa vaqt ichida hal qilib bo'lmaydi. Bu davr mobaynida aholi nima qilish kerak? Bugungi kunda 30 milliondan ortiq odam juda ayanchli holda qolgan. Orol dahshatlarini boshidan kechirmoqda. Bularning hammasi inson salomatligi hamda aholini yashashi uchun eng zarur bo'lgan ichimlik suvi bilan bog'liq. Odamlarning sog'lig'ini asrash, tug'ilajak yangi avlodning salomatligini asrash bilan barobardir. Shu bois men hujjatlaringizdan 4-chi eng muhim masala sifatida quyidagini qayd etishingizni so'rardim. Demak, 4-chi vazifa bu masalaning ijtimoiy jihatidir. Bunga alohida e'tibor berishimiz zarur. Chunki bu muammo o'z yechimini kutmoqda. Ayni paytda barcha muhim vazifalardan avval xuddi shu narsani ustun qo'yishimiz lozim. Menga qolsa, aholini ichimlik suvga bo'lgan ehtiyoji ularning insoniy huquqlari deb aytgan bo'lardim. Orol muammosi haqida so'z ketganda, odamlarni ichimlik suvi bilan ta'minlash, ularning sog'lig'ini saqlash bilan uzviy bog'langan holda qarashimiz va bu masalalarning ijtimoiy jihatdan muhimligini inobatga olgan tarzda hujjatlarda qayd etish kerak deb hisoblayman. Shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekiston prezidenti hozirgi davrda Orol muammosini hal qilishda bosh yo'nalishlarni aniq bayon qildi. U yuzaga kelgan bu vaziyatda eng birinchi navbatda shu hudud ekologik tizimi haqida bosh qotirish emas, balki fojia tufayli ayanchli ahvolga tushib qolgan odamlar taqdiri haqida o'ylash lozimligini uqtirdi. Mustog'ga qiyoslangan Orol haqida so'z ketar ekan, uning 3000 yildan ziyod vaqt ichida davr to'lqinlari girdobida yo'qolib ketgan tabiatdan foydalanish madaniyati, o'ziga xos turmush tarzi va ishlab chiqarish vositalari haqida gapirmay bo'lmaydi. Markaziy Osiyo xalqlari qadim-qadimlardan tabiatdan oqilona, uyg'un foydalanish an'analarini o'rganish va ommalashtirish zarurligini alohida ta'kidlash joiz. Odamlarni daryolarning musaffoligi,
va tuproq unumdorligi haqida g'amxo'rlik qilishga da'vat etgan zardushtiylik aynan bizning zaminimizda vujudga kelganligi tasodifiy emas. Qadimda yashab o'tgan buyuk payg'ambar va shoir Zaratushtra o'zining mashhur qasidalarida xalqlarning baxti dehqonchilikka bog'liq. Chunki dehqonchilik qilish dunyodagi eng ezgu fazilatdir. Inson non yetishtirish bilan ozodlikka erishadi deb kuylagandi. Jahongashta va faylasuf bu inson sayyorada yashovchi jamiki odamzodga dinni bugungi kun tili bilan aytganda ekologiya nuqtai nazaridan talqin qilgan. U insoniyat o'z orzusiga ezgu niyati, yaxshi so'zi va savob ishi bilan erishishi kerak degan g'oyani ilgari surgan. Inson bilan tabiatning uyg'un munosabatlari to'g'risidagi ana shu g'oyalar Movarounnahrda musulmon uyg'onish davriga katta hissa qo'shgan Markaziy Osiyodagi sufiylik ta'limotlarida ham uchrashi tasodifiy emas. O'sha davrlarda yaratilgan asarlarning aksariyatini olis moziydan sado berguvchi bebaho nomalar deb bilmog'imiz kerak. Musulmon uyg'onish davrining Homeri ko'zi ojiz Al-Ma'ri shunday yozgandi: Jaholat dunyosiga qadar kirganmiz, o'zni qush, hayvonga xoqon bilganmiz. Nahrda jon saqlaganni o'ldirma zinhor, tirik yurgan jonivorni jonga qilma zor. Aslo tegma asalari nasibasiga, u yig'gandir bu ne'matni gullar sasidan. Qush joniga ozor berma, qilmagin qurbon, jabr qilsang bir kuni yig'lagaysan qon. Ko'z yosh ila tazarrular qilgay men bu kun, bu hikmatni yoshligimdan bilmadim nechun. Angladingmi birodarim bu saodatni, ko'nglim ichra asraganim sir sinoat. Havo, suv va olov Markaziy Osiyoda qadimdan e'zozlab kelingan, ajdodlarimizning zardushtiylikdan tortib to islomgacha bo'lgan barcha dinlari tomonidan munosib qadrlangan. O'zbekiston prezidentining kitobidagi barcha fikrlar ma'naviyat degan buyuk tushuncha bilan izohlanadi. Shu o'rinda ma'naviyat mavhum tushuncha emasligini, aksincha, kurash, ekologik tahdidlarga qarshi turish mexanizmini tushunmoq lozim. Zamin Alloh taoloning bebaho in'omidir. U tom ma'noda odamlarni boqadi va kiydiradi. Ammo dunyoning hech qaysi bir mamlakatida paxta monopoliyasi bu qadar yuqori darajaga ko'tarilmagandi. Bu hol yerning kuchsizlanishiga, tuproq unumdorligining pasayishiga olib keldi. Biz sobiq ittifoq qo'ygan topshiriqlarni bajarishimiz lozim edi. Bu nima degani? Demak, tinimsiz ravishda paxta yetishtirishimiz kerak edi. Buning oqibatida nafaqat ekologiyaga katta zarar yetkazib, balki tug'ilayotgan yosh avlod genetikasiga zarar yetkazgan holda 6 million tonna paxta yetishtirdik. Paxta osonlikcha yetishtirilmaydi. Unga behisob miqdorda zaharli kimyoviy moddalar ishlatiladi. Buning natijasida Orol dengizi deyarli qurib bitdi. Eng dahshatlisi,
farzandlarimiz turli genetik kasalliklar bilan tug'ila boshladilar. Bugun ona zaminimiz paxta monopoliyasidan, uni turli kimyoviy moddalar bilan oziqlantirishdan butunlay voz kechishimizni qat'iyan talab qilmoqda. Islom Karimovning millat qadriyatlarini tiklash jarayonining bir bosqichi sifatida don yetishtirish, bog'dorchilikni yo'lga qo'yishni amalga oshirishni taklif qilayotganining boisi ham shunda. Non xalqni boqadi. U hayot timsoli. O'zbek xalqi eng oxirgi nonini ham dasturxonga qo'yadi. Urush yillari 100 minglab bolalar yurtimizdan panoh topganlarda ham, bugungi kunda ham shunday bo'lgan. O'zbeklar shunday. Ona zaminimizday saxiy, tamkin. Arid mintaqasi sharoitidagi suv tabiatning bebaho in'omi. Suv hayot demakdir. Suv tugagan yerda hayot ham bo'lmaydi. Bizning yurtimizga uzoq-uzoqlardan kelgan iqtisodchilar yerni dehqonlarga taqsimlashni maslahat berishadi. Ammo ular bizning sug'oriladigan yerlarda ish yuritish tartibimizni bilishmaydi. Bunday sharoitda esa masalani bu tarzda hal qilib bo'lmaydi. Har holda sug'orish bilan bog'liq bo'lgan masalalar bor. Agar biz g'o'zani sug'orishni 2 kunga kechiktirsak, hech qanday hosil kutishning ham hojati yo'q. Xuddi shu ahvolni don yetishtirish misolida ham ko'rish mumkin. Masalan, Qashqadaryo viloyati Amudaryoning suvini 148 metr yuqoriga ko'targan holda ta'minlanadi. Bu esa o'nglab suv omborlari demakdir. Suv omborlaridagi zaxiralarimizning umumiy hajmi 30 kub kilometrni tashkil etadi. Shu sababli avval zaxira haqida, ana undan keyin ta'minlashni o'ylashimiz lozim. Xo'sh, endi o'zingiz ayting. Bu inshootlarni xususiy shaxslarga bersak, ta'minot masalasini qanday nazorat qilamiz? Bu yerda masala faqat suv olib kelish emas, balki uni odilona tarqatishda hamdir. Bu masalada bizning o'z tamoyillarimiz bor va umid qilamanki, yanglishmayapmiz. Markaziy Osiyo yerlarini sun'iy ravishda sug'orish borasida dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Ota-bobolarimiz yaratgan muhandislik san'atining yorqin namunasi bo'lmish sardobalar suvdan oqilona foydalanish yo'lida dunyoga kelgan mo'jizadir. Mashhur usturlobchi Biz bu yil UNESCO qaroriga muvofiq Ahmad al-Farg'oniy tavalludining 1200 yilligini nishonlaymiz. Bilasizmi, men Arabistonda yashab, shu yerda makon topgan, jahon taraqqiyotining rivojiga ulkan hissa qo'shgan bu zotdan hayratlanaman. U Nil daryosining oqimini o'lchash qurilmasini yaratdi. Shu qurilma asosida suvning kam yoki ko'pligiga qarab davlat soliqlari belgilangan. Qurg'oqchilik yillari soliq miqdori kamaytirilgan. Shu tarzda ulug' allomamizning ixtirosi tufayli ijtimoiy adolat qaror topgan. Bizning sharoitda ham xuddi shunday. Suv hayot demakdir. Suvsiz hayot bo'lmaydi. Поступлению воды, потому что вода в наших условиях тоже жизнь, и точно так же на условиях орошаемого земледелия во всех странах это все, потому что нет воды и нет урожая. Fransuz xalqining ajoyib yozuvchisi va afsonaviy uchuvchisi
Antoine de Saint-Exupéry o'z samolyoti halokatga uchragan onlarni xotirlab shunday yozgandi: "O ob hayot, sening na ta'ming, na ranging, na hiding bor. Hatto tasvirlab ham bo'lmaydi. Sen ne mo'jiza ekanligingni anglatmay, jonga rohat baxsh etasan. Sening saxovating bilan insonlarning qalbidagi mehr buloqlari ko'z ochadi. Dunyodagi eng ulug', ayni paytda eng omonat boyliksan. Sen shu qadar bebaho va qudratlisan." O'zbekistonning ekologik xavfsizligi nuqtai nazaridan qaraganda, yer osti suvlarining taqchilligi hamda ifloslanganligi katta tashvish tug'dirmoqda. Tobora kuchayib borayotgan suv tanqisligi tufayli xavfsizlikka va barqarorlikka bo'lgan tahdidni shu borada tadqiqotlar olib borgan Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasi tajribalarida ko'rish mumkin. Boshqarma 1984-yildayoq 3-dunyo aholisi resurslari va siyosati ma'ruzasida ko'plab mamlakatlarda suv tanqisligi tufayli sodir bo'ladigan mojarolar ehtimoli oldindan aytilgan edi. Tojikiston va Qirg'iziston vakillarini ishontirib aytamanki, biz hamkorlikda kelishib olamiz. Shubhasiz, bunda Tojikistonning ham, Qirg'izistonning ham manfaatlari inobatga olinadi. Eng muhimi, suv bizning hududimizga Tojikiston va Qirg'iziston tog'laridan keladi. Shu sababli buni nazarda tutishimiz lozim. Hamda Yaratgandan so'raymizki, bu yil Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham suv mo'l bo'lsin. Amudaryo va Sirdaryo orqali orolga quyilsin, orolning bag'ri to'lsin. Markaziy Osiyoda suv Zardushtiylikda qayd etilgan yer va koinot bilan bog'liq bo'lgan 3-ne'matning bir qismi hisoblanadi. Bu 3 ne'mat qonuniyatlarini bilmaslik esa ekologik xavfsizlikka tahdid solishi mumkin. Ular orasida eng xavflisi tog' sellaridir. Farg'onada sodir bo'lgan fojia o'nlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Suv balosi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu ahvol har yili sodir bo'lishi mumkin. Faqat Alloh taolo biladi. Tabiatni bilish qiyin. Masalan, kelgusi yili tog'da harorat ko'tarilmaydi, muzliklar erib odamlar boshiga balo bo'lmaydi deb kim kafolat bera oladi? Ayting, kim kafolat bera oladi? Hozircha muzlikning bir bo'lagi erib tushdi. Men xaritani ko'zdan kechirdim. Bu jarayon ehtimol davom etadi. Muzlikning yana bir qismi erib tushmaydi deb kim ishontira oladi? Demak, bu hol yana takrorlanishi mumkin. Bu yerda ikki narsa bor. Birinchisi shuki, agar muzlik erib tushgan bo'lsa, oqsuv manbasi shu toshqin bilan biroz susaygan bo'lishi kerak. Bu toshqin qaysi bir muzlikning ma'lum bir ma'noda kuchini qirqqan. Lekin boshqa muzliklarning kuchi qirqildimi? Buni ko'rish kerak.
Umuman esa bu muzliklarni o'rganish lozim. 10 yillar mobaynida bu yerda qanday vaziyat vujudga kelgan? Shuni bilish zarur. Biz keyingi yil ham odatdagidek issiqroq kelishini bilamiz. Bugungi kunda okean suvlarining harorati o'rta hisobda 0,5 gradusga ko'tarilgan. Ayrim mintaqalarda esa o'rtacha yillik harorat tobora ko'tarilib bormoqda. Savol tug'iladi. Bu yerda sodir bo'lgan tabiiy ofat yana qaytarilishi mumkinmi? Sizni ishontirib aytamanki, ha, qaytarilishi mumkin. Nega? Chunki biz bu suv manbalarini ilmiy jihatdan o'rganmaganmiz. Bu toshqinlarning asosiy manbalari oq suv va ko'k suvdir. Ular mana bu yerda birlashadilar. Xo'p, shunday bo'libdi. Tabiiy ofat deylik. Ammo bu falokatning oldini olish mumkinmidi? Loaqal 3 soat oldin odamlarni ogohlantirish mumkin emasmidi? Odamlar hech bo'lmasa ana u tepalikka chiqib olishardi-ku. Shunda 91 ta odam qurbon berilmasdi. Menimcha shunday qilinsa bo'lardi. Bu yerda eng asosiy masala shuki, aholi ko'rgan zararlarni bartaraf etish zarur. Odamlarni, faqat odamlarni o'ylashimiz lozim. Ular bolalar, ayollar, keksalar. Meni bu yerdagi ayrim vayronagarchiliklar tashvishga solmaydi. Gap bunda emas. Odamlar juda katta zarar ko'rdi. Biz tirik jonlarni yo'qotdik. Понесли огромный ущерб. Мы потеряли людей. Shamol. Uning jumbushga kelishi insoniyatning tabiatdan oqilona foydalanmasligiga qarshi ko'tarilgan isyondir. U go'yo bizning boshimizda ko'rinmas qilichini o'ynatib turgandek. Tobora qurib borayotgan Orol dengizidan ko'tarilayotgan tuz va chang to'zoni yuzlab kilometrlarga tarqalib ketmoqda. Bizning achchiq tajribamiz shuni ko'rsatadiki, tabiat o'ziga nisbatan bunday munosabatni yoqtirmaydi. Faqat uning oddiy haqiqatlarini anglagan holda ekologiya sohasidagi ko'pgina illatlar, kamchiliklar va xatolarni bartaraf etish imkoniyatini respublika aholisi uchun jismonan sog'lom yosh avlodning dunyoga kelishi va o'sib ulg'ayishi uchun zarur shart-sharoitlar hamda ekologik jihatdan musaffo hayotiy muhit yaratish imkonini beradi. Shu yo'nalishda sog'lom avlodni tarbiyalash, uning kelajagi haqida g'amxo'rlik qilish maqsadida sog'lom avlod uchun jamg'armasining ta'sis etilishi respublika hayotida katta voqea bo'ldi. We are impressed by the progress that you have made in just 6 short years and the movement that we have seen on the political and the economic and social front as Uzbekistan joins other nations in the great journey toward the 21st century. O'zbekistonning keyingi 6 yil ichida erishgan ulkan yutuqlari bizda katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy sohalarda erishgan muvaffaqiyatlari e'tiborga sazovordir. Bu mamlakat 21-asrga dadil qadam tashlayotgani sezilib And I turibdi. learned this evening that half of your population is under the age of 18. And as a mother, I know that caring for
one child is a big job. So caring for all of the children of Uzbekistan, I know, is a very big challenge. Men bugun mamlakatingizning yarmidan ko'p aholisi 18 yoshgacha ekanligini eshitdim. Bir farzandni tarbiya qilayotgan ona sifatida aytishim mumkinki, bola tarbiyasi g'oyatda mashaqqatli ish. Ammo komil ishonch bilan aytishim kerakki, sizning bu mashaqqatlaringiz behad sharaflidir. And if I may, I would like to propose a toast as well. Ruxsatingiz bilan bu qadahni to the health and well-being President and Mrs. Karimov, Janob Karimov va uning rafiqasi, to the future of the people of Uzbekistan, hamda o'zbek yurtining gullab yashashi uchun ko'tarishni istardim. Sog'lom avlod uchun jamg'armasining ta'sis etilishi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov nazarda tutgan ekologik muammolarni hal etish, aholiga qulay sharoitlar yaratish va millatni asrash borasidagi sa'yi harakatlarining ilk natijasidir deya xulosa chiqarishimizga imkon beradi. Asrimiz boshlarida faylasuflar shunday deyishgan edi. Inson hech qachon o'z orzularidan uzoqqa ketolmaydi.